Hurmatli kuzatuvchilar, bizning uchun, amakim uchun doim duoda turgan kuzatuvchilarimiz, mana amakim sog' omonli ikkinchi etap lecheniyani boshladik. Tez kunlarda yarani ochib, bitayotgan joylarni, terini, boshni ko'rsatamiz. Lekin hozir biz davolanish kursimizni ikkinchi bosqichidamiz. Bugun 3-kunlar amakimni 12 kun pereriv qilib keldilar. Ikkinchi etapda endi yana ham chuqurroq tozalovga qo'ydik. Hozir jigar tozalovi ketyapti. O'tqob yuvish, jigar tozalash, ichaklarni tozalash bu etaplardan o'tib bo'lib, ana endi chuqur tozalov, bu til tagidan qon chiqarib tozalab tashlash. Obki yaqinroq. Mana jigari ichidan chiqayotgan bu tiqilma hammasi. Birinchi bosqichda axlatlarni tozalab oldik, tanadan qurtlarni tozalab tushirib oldik. Ana endi qonni suyultirishga, immunitetni ko'tarishga, jigarga quvvat berish etapiga keldik. Lekin jigarga quvvat berishdan oldin, biron bir oziqlantirishdan oldin eng avvalambor tiqilmalarni tozalab olamiz. Bunda bizga eng mukammal tozalov bu til tagidan qon chiqarish bo'ladi. Qanchalik meditsina bu narsalarni inkor qiladi, qanchalik bu narsaga negativ yozadi, lekin bu narsa 2000 yil oldin isbot qilingan tibbiyot bo'ladi. 100 yillik meditsina bilan 2000 yillik tabobatni hech qachon solishtirib bo'lmaydi.